Sir emaski, koronavirus pandemiyasi sababli ko'plab fuqarolar vaqtincha ishsiz qoldi. Chet eldan qaytgan mehnat migrantlari, qolaversa, turli ko'ngilochar maskanlar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari faoliyati vaqtincha to'xtatilishi hisobiga band bo'lmagan aholi soni bir qadar oshdi. Shu bois mamlakatimizda hozirgi vaziyatda aholining bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining joriy yil 19-martdagi koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar viloyatimizda ham o'zining ijobiy samaralarini ko'rsatmoqda. Jumladan, bugungi kunda viloyat bandlik bosh boshqarmasi tomonidan haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish, subsidiyalar berish va yana bir qancha yo'nalishlar orqali 10 mingdan ortiq ishsizlarning bandligi ta'minlandi. Xususan, aprel oyining o'zida tuman, shahar aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tomonidan 7366 nafar fuqarolarni haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish bo'yicha ish beruvchilarning buyurtmanomalari qabul qilindi. Natijada 4711 nafar fuqaro mahallalardagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga, 1089 nafari obodonlashtirish boshqarmalaridagi ko'cha va ariqlarni tozalash, daraxt va devorlarni oqlash yumushlariga, 356 nafari sanitariya epidemiologik osoyishtalik nazorat markazi tomonidan dezinfeksiya qilish tadbirlariga, qolgan 1566 nafar fuqaro esa boshqa korxona va tashkilotlarga jalb etildi. Ahamiyatlisi, ularni ishga joylashtirishda ish joylarining o'z xonadonlariga yaqinligiga alohida e'tibor qaratilgan. Misol uchun, Koson tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markaziga 20 nafar ishsiz fuqaro dezinfeksiya ishlariga jalb etilishi natijasida ularning ishli, daromadli bo'lishi ta'minlandi. Shu bilan birga tumanda dezinfeksiya qilinadigan hudud ko'lami sezilarli darajada oshishiga erishildi. Tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markaziga 2020-yil 1-apreldan boshlab tuman mehnatga ko'maklashish markazi tomonidan 20 ta ishsiz yurgan fuqarolardan dezinfeksiya ishlariga jalb qilindi. Shu sababli tuman miqyosida olib borilayotgan dezinfeksiya ishlarining samaradorligi yanada oshdi. Kuniga 20 ming metr kvadratdan ortiq joyni dezinfeksiya ishlarini bajarmoqdamiz. Ishchi xizmatchilarni yaxshi ishlash uchun barcha sharoitlar tuman hokimligi tomonidan yaratib berildi. Kuniga 2 mahal issiq ovqat, shaxsiy himoya vositalari, bundan tashqari har kun 5 kunlikda plastik kartochkalariga ularning oylik ish haqlari bandlikka ko'maklash markazi tomonidan o'tkazib turilmoqda. Xuddi shu holatni Muborak tumanida hududlarni dezinfeksiyalash bo'yicha qilinayotgan ishlar salmog'ida ham ko'rish mumkin. Mart oyi oxirlarida faqat tuman markazida bo'layotgan dezinfeksiya ishlari bugungi kunda chekka qishloqlarda ham tizimli ravishda davom ettirilmoqda. Haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etilganlarning ish haqlari har 5 kunda plastik kartochkalariga o'tkazib berilmoqda. Bundan tashqari, aholini ish bilan ta'minlashda tadbirkorlik subyektlari bilan o'rnatilayotgan manfaatli hamkorlik ham o'z samarasini beryapti. Masalan, tumandagi Ibrohim Ilhom mas'uliyati cheklangan jamiyatida Ko'hna shahar qishlog'ilik 8 nafar fuqaro ishga joylashtirilgan. Ish haqlarining teng yarmi bandlik jamg'armasi hisobidan to'lab berilyapti. Bu tadbirkorga ham, ishsiz fuqaroga ham manfaat keltiryapti. 2 yildan buyon shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelamiz. Hozirda shu bandlikka ko'maklash markazi tuman bo'limiga murojaat qildik. 8 ta jamoatchi ish o'rnini yaratib berishdi. 50%ni bandlikka ko'maklash markazi to'lashadi, 50%ni o'zimiz ish haqi to'laymiz. Hozirda shu chiqarayotgan mahsulotimizning tannarxi arzonlashishi, xalqqa foyda bo'lishidan hammamiz mamnunmiz. Natijada mahsulotimizning tannarxi arzonlashyapti hamda xalqimizga shu arzon narxda yetkazib beryapmiz. Shu o'rinda alohida qayd etish lozimki, hozirgi kunda viloyatda 800 nafarga yaqin vaqtincha ishsizlarning bandligi tadbirkorlar bilan hamkorlikda ta'minlangan. Ular davlat dasturlari ijrosi doirasidagi qurilish ishlarida, ishlab chiqarishning turli yo'nalishlarida mehnat qilib daromadli bo'lishyapti. Viloyatda bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan fuqarolarni tadbirkorlikka jalb etish va shaxsiy tomorqa xo'jaliklarni rivojlantirish uchun ajratilayotgan subsidiyalar
imkoniyatlardan foydalanish ham doimiy e'tiborda. Ayni paytgacha 297 ta oilaning moddiy ahvolini yaxshilashga ko'maklashish maqsadida yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish, urug'chilik, ko'chatlar va sug'orish vositalari olib berish, quduq qazib berish ishlari amalga oshirildi. Buning uchun ularga 535 million so'm subsidiya, ya'ni qaytarilmaydigan mablag' berildi. Misol uchun Muborak tumanidagi Yangi Hayot mahallasida yashovchi Gulchehra Qurbonovaning 8 sotiq yeri bor, ammo sug'orish imkoniyati yo'qligi bois bu yerda biror narsa yetishtirishi mushkul edi. Unga ajratilgan subsidiya evaziga tomorqasiga sug'orish moslamalari o'rnatildi. Mana agrotimga suv yo'qligi edi. Suv yo'qligidan ekkan daraxtlarimiz qurib ketardi. Oqar suv yo'q edi. Keyin mehnat birjaga murojaat qildik. Murojaat qilsak bizlardan hujjat so'radilar, olib bordik. Bizga mana ishchilar endi bugundan kelib kachalka qurib beryaptilar. Nasib bo'lsa mana chisnogimiz bor. Endi agrotni ham pomidor narsalar ekmoqchiman. O'zimga, ro'zg'orimga ortganni bozorga olib boramiz. Daraxt ekmoqchiman. Yoki Koson tumanidagi Yuksalish mahallasida istiqomat qiluvchi Muhiddin Mirkamolov tomorqasining 3 sotiq joyida tomorqa tashkil etgan u plyonka yopishga qiynalayotgandi. Unga subsidiya hisobidan plyonka olib berildi. Viloyatda bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan qishloq xo'jaliklari korporativlarini tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Bugungi kunda 22 ta korporativ tashkil etib, ularda 1224 nafar fuqaroning bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Mazkur dala tomorqalarining bir qanchasida allaqachon yumushlar boshlanib ketgan. Masalan, Nishon tumanidagi Bioland Hof Agroeksport qishloq xo'jalik korporativi tomonidan intensiv bog' barpo qilindi. U 102 nafar ishsizlar va kam daromadli oilalar a'zolari ulushdorligida tuzilgan. Ya'ni ularning har biri uchun bandlik jamg'armasidan korporativga 2 million 230 ming so'mdan subsidiya ajratildi. Natijada ishli bo'lgan bu fuqarolar bir paytlar chiqindixonaga aylangan 15 gektar yerga bugun 21500 dona pakana daraxt ko'chatlarini o'tkazishdi. O'rikning subhoniy, qilich, oqnuqul, shaftolining nektarin, nokning o'rmon go'zali, karmen, olmaning boyka, kremson va golden navli ko'chatlari qadaldi. Mirishkor tumanidagi Mirishkor asl sarchashmasi korporativiga esa 20 gektar yer ajratildi. Bugungi kunda bu yer maydoni 40 nafar ishsizga 50 sotiqdan bo'lib berildi. Ularning asosiy qismini yoshlar tashkil etadi. Ayni kunlarda yangi dehqonlar yerni ekishga tayyorlash ishlarini qizg'in davom ettirishmoqda. Ular bu yerda sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtirib, mo'l hosil olishni mo'ljallab turishibdi. Xalq qabulxonasiga ish so'rab murojaat qilgandim. Oldin chet elga ishlardik. Hozirgi kunda karantin tufayli chet elga chiqish imkoniyat mavjud emasligi tufayli bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qildik. Shu yerda bizga 50 sotiqdan yer ajratib berildi. Biz bu yerga poliz mahsulotlari yetishtiramiz. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. 50 sotiq yer maydoniga pomidor, qovun tarvuz mahsulotlarini yetishtirib 30-40 million so'm daromadni rejalashtirib turibmiz. Bu sabzavotlarni xalqimizga dasturxoniga yetkazib beramiz. Sirasini aytganda, viloyatda hozirgi kunda aholining daromadlarini saqlab qolish, ishsiz va vaqtincha band bo'lmagan fuqarolar bandligini ta'minlash bo'yicha barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.